Bir paytlar ilm izlab o'qishga borganimizda qo'limizdan tutib, qo'lidan kelgancha yordam qilgan ustozimiz bugun o'zlari yordamga muhtoj bo'lib qolibdilar. Qarang. Biz 2004-2005-yillar san'at kollejida talaba bo'lib yurgan paytlarimizda bu inson bizga ximya bermadan dars berardilar. Mana shu insonni qo'llarida tahsil olib, bugun bir sizlarning oldingizga chiqishimizgacha bir kelgan hissasini qo'shgan inson. Ko'rib turganlar endi mana qorin ishgan, mana kindiklari ishib tashqariga ancha chiqib qolibdi. Bu insonga hozirgi kunda o'sha jigar sirrozi bilan og'rib turganligi tashxisi qo'yilgan. Bu 2017-yildan beri davom etib turgan kasallik. 4 nafar farzandi bor, oilani boquvchisi, farzandlari hali yosh, qizlarini chiqargan. Ko'pchilik bilan harakat qilmasak, bu insonga ham hozirgi kunda holati juda ham bir og'irlashib qolgan. Bu insonga moddiy tomonlama 25 ming AQSh dollarida pul kerak. Bu Hindistonga borib davolanish uchun jigar operatsiyasini o'tkazib keltirgan summa. Yaqinda dadalardan ayrilgan edi. Undan keyin ayollardan ayrildi. Endi bolalari yosh. 8 yil bo'ldi shu kasal bilan olishib kelyapmiz. 4 ta farzandimiz bor. Allohim hammamiz shifo tilayapmiz. Allohim qo'ldan kelgancha yordam beryapmiz. Allohim hamisha sog'lom insonlar. Hamisha sog' salomat bo'linglar. Allohim. Bu insonni yaxshi bo'lib ketishiga siz ham sababchi bo'lishingiz mumkin, men ham sababchi bo'lishim mumkin. Imkoniyatim yo'q deysiz yoki videoni ko'rib o'tkazib yuborasiz. Yo mana shu yergacha ko'rib turib Alloh shifo bersin yozib qo'yasiz. Lekin yana ham kattaroq savobni olishning imkoniyati bor. Shu videoni tarqalishiga ham siz yordam bering. Karta raqamlarni qo'yib qo'yaman. Shu insonga qo'ldan kelgancha yordamni qilaylik. Mana shu insonni haqqiga, mana shu insonni bir nimasi yaxshi bo'lib ketishiga birgalikda hissamizni qo'shsak, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Ustozimizning bir gaplari bor. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Imkon qadar shu videoni tarqalishi maksimal yaxshi insonlarni qo'liga yetib olishga birgalikda harakat qilamiz.